Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Biz Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Nodir Normatovning Zulayho daraxti nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Yozuvchi Nodir Normatovning ushbu kitobida Surxon vohasining olis tog' oralig'idagi qishloqda yashaydigan zamondoshlarimiz hayotiga bag'ishlangan 20-asr oxiri 21-asr boshida ro'y bergan voqealar silsilasida bugungi kun qahramoni hayotidagi ziddiyatlar, iztiroblar, psixologik holatlar, ichki kechinmalar badiiy bo'yoqlarda tasvirlangan. Xotira va hayot, burch va tanazzul, yorug'likka intilish va o'zini anglash yo'lidagi urinishlar o'ziga xos psixologik sujet asosida qurilgan. Ayni paytda hayotiy lavhalar bilan majoziy timsollar uyg'unlashib ketgan. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, bizning Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.